Men sizlarga hozir hayotimda qilgan xatolarimdan bittasini aytaman. Sizlar takrorlamasanglar ishontirib aytaman, hayotingizda tekisizlar, maza qilib yashaysizlar. Xo'p, nima u? Bilasizlar, men Instagramda kontent yurgizaman futbol borasida va 2 yil oldin boshlaganman, 2024-yil va o'sha boshlayotgan vaqtimda men o'zimcha kimdandir maslahat olay deb jo'ramdan maslahat so'raganman. Do'stim, men shunaqa kontent boshlayapman, yuz bilan, face bilan chiqib kontent qilsam qanday bo'ladi deganimda, u menga, "Ya chiqib o'tirma face bilan, seni yuzing ko'rib hech kim obuna bo'lmaydi, podpiska bosmaydi senga, ko'tarila olmaysan" dedi. Xo'p deb men jinni o'shani gapiga kirib 1,5 yil davomida zakadr, ya'ni kadr ortida kontent qilib yurganman va 50 ming obunachi chiqqanman. Men uni gapini sentyabr 2025-yil sentyabrga kelib unutdim va sentyabrdan boshlab hozirgacha face bilan chiqishni boshlab kontent qildim va yarim yil davomida 110 ming obunachi chiqdim. Men nima demoqchiman? Hayotingizda hech qachon hayotda hech nimaga erishmagan, nimadir natijani qayd etmagan, qaysidir darajaga chiqmagan insondan maslahat so'ramang. Maslahat kimdan olinadi? Aynan siz boshlamoqchi bo'lgan ishni qoyillatib qo'ygan, do'ndirib qo'ygan, qaysidir darajaga chiqib, o'zining ishini ustasi bo'lgan insondan oling. Shunda sizni rivojlanishingizga turtki bo'ladi o'sha, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu yergacha ko'rganlarga esa rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur.